O'zbek xalqining atoqli farzandi, dilbar shoir, talantli dramaturg, yirik olim va tanqidchi Hamid Olimjon xalq og'zaki ijodini juda yaxshi bilgan. Ularga ijodiy yondashib, go'zal ertaklar yaratgan. Qo'lingizdagi to'plamdan joy olgan Oygul bilan Baxtiyor ana shunday ijod namunalaridan. Ularda xalqimizning erka, ozodlikka bo'lgan intilish betakror va sodda ravon til bilan ifodalangan. U o'zidan o'lmas meros qoldirgan. U o'zbek she'riyatida jo'shqin nazmga asos solgan, she'riyat maktabini yaratgan shoir, dramaturg sifatida tarixiy voqeliklarni romantik ko'tarinkilik bilan aks ettirgan. Tong ma'noda tarixiy fojia janriga asos soldi. Hamid Olimjon yaratgan obrazlari minglarcha odamlarning qalbi va xotirasida doim yashaydi. Bolalik kunlarimda, uyqusiz tunlarimda ko'p ertak eshitgandim, so'ylab berardi buvim. Esimda o'sha damlar, o'zuchar gilamlar, tohir zuhra yorildosh, oyni uyaltirgan qosh. O't bog'lagan qanotlar, beqanot uchgan otlar, Baxtiyor bilan Oygul, qiz bo'lib ochilgan gul. Ushbu dostonda yoshlik, shijoat, muhabbat tuyg'ulari, mardlik va jasorat jonli tasvirda ifodalandi.